Assalomu alaykum, Baraka Turkiya kanaliga obunachilar. Hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Bugun sizlarga Ulug'bog' 14-bo'limda 2,5 sotixli joyni reklama etacakman. Kanalda yangi bo'lsangiz podpiska bosib qo'ying, videoga birdan like bosing. Shunday shahar ichidan, shaharga yaqin yerdan ajoyib joy izlab yurgan tanish-bilishlarga mana shu videoni tashlab qo'ying. Umumiy yer maydoni 2,5 sotik dokumentalni. O'zi почти 3 sotikda turibdi egasi. Ko'chani ko'rishlaringiz mumkin. Ko'chasi keng. Bir yan tarafı tubik, ballarımız bemallı oynayabilirdi. Maşin bo'lmaydi. Hozir uyning ichini pallar bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'taman. Sezar Natijdan patolog bilan uyingiz yanada fayzli, yanada ko'rkam. Baraka Turkiya kanal nomidan murojaat qilsangiz 5% chegirmaga ega bo'lasiz. Uy korobka holatida narxi videoni oxirida aytib o'tiladi. Koridorning uzunligi 809 metr ekan, koridorning uzunligi. Bak tarafı pol 5,5 metr. 5,5 metr. Bundayna 370. Keyin bir yan tarafta bir kat joy. Görüp turalarsınız. Ağaçlar ham ajoyib etib bastırılgan. 360'a 590 belli. Uzunluğu 595 ekan, 595. Keyin bir yan tarafta yana bir kat joy. Belli eni 360, uzunluğu 6 metr. 6 metr keyin bile yana bir kat joy bor. Benim detskiy komnata etsaydan bo'ladi. 3 metre 360. 3 metre 360. Gelasiz. Bileyna banesinin işleri pişenker çözülgen. Bir yan tarafta yana bir kat joy. Spalni joy. Yani 3 metre 360 uzunluğu. Ağaçlara ajoyib etib bastırılgan. Akfoynalar ham yaxshilari qo'yilgan. Bir de kuxni. Kuxnisinin eni 3 metr. Uzunluğu 560. Egasinin nömerini videonun sarlavhasında yazıp kaldıramayın. Abi yine çarvağı. Çarvağının görünüşü. Böyle yazda tapçalarını koyup bemal otursanlar bo'ladi. Nami sesib tazasanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa. Çarvaqlari bo'lingan. Ina shu joy qolib turibdi bo'lgani birisi. Bir de 5 joy solingan ekan. Общий. Videoga bir-bilan like bosing. Baraka Turkiya kanaliga podpiska bosib qo'ying, yangi bo'lsangiz. Narxiga kelgan bo'lsak, narxi 280 milyon so'm. Joy faqat naqd pula sotiladi. Ishtir naqd pula. Egasi bilan kelishib, gaplashib olaverasizlar. Hammaga rahmat. Hozir videoda qo'ldan kelgancha manzilni tushuntirib o'tamiz. Bu yan tarafimiz bozor. Bozor tarafdan kelishda yine Kamoljon Ataniyazov ko'cha aylaniladi. Bak tarafimiz Ko'na bozor, Orzu to'yxona. Bu yan tarafimiz paxta zavod. Kamoljon Ataniyazov ko'chadan girasiz, paxta zavod markasidan chap aylanib, keyin doğruga 200-300 metr yurasiz. Zekashdan o'tib, chapdan birinchi ko'cha.